Menga qarang. O'sha keliningizga ayting, tozalamasin. Yo tursin skirti bilan. Ertalabda asabimni yeysiz. Odam podammas ekansiz. Oyijon, o'zi uxlab qolman, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgan yo'q, vahima qilmang. Anu tepadagi qo'shnini kelini podest supurib tozalagan ekan. Sizni keliningiz ham tozalasin. Nimaga meni kelinim qilaveradi dedi. Janjal qilgani chiqibdi. Men aytdim, meni kelinim o'qisa. Vaqti bo'lsa qiladi. Men majburlab qildirmayman kelinimga dedim. Oyijon, kunora tozalayman-ku. Bilaman. Ana, 5-etajdagi bu bor-ku. Har doim duo Ana qiladi. opoqimi? Ha. Ular ko'rmaydi deya men tozalaganimmi? O'shani ayting. Qizim, keyingi safar tozalaganingizda-chi, eshigimni taqillatib, suv berib turing deb ayting. Bizning uyda suv yo'q edi. Bugun podestlarni tozalab supurib deb, ating shunaqa qilsangiz, keyin ko'rib gapirmaysiz zora. Hozir choy taylayman oyijon. Choy ichamiz. Avval eringizni uyg'oting. Men choy tayyorlab qo'yganman, kelin bo'lib. Voy oyijon, uzr. Hech qisi yo'q. Qolmanda. Dars qilgansizdek qizim kechasi bilan. O'zi kunlar ham isib ketdi. Bo'la qolinglar. Tez-tez chiqinglar. Xo'p.